taşqa Okşar aman insan kısmeti Bu dünyada kandan yaşaştı Ayandılar hayat kıymeti Bu dünyada kandan yaşaştı Ayandılar hayat kıymeti Pakalanlık sana yar bulsun Şimdi ömrümüzde şadıman Pakalanlık sana yar bulsun Şimdi ömrümüzde şadıman Gel verirsen olsun hevesle Gam hasrette kalırsan Gel verirsen olsun hevesle Gam hasrette kalırsan İskender, laqılıqlarını yığıştır. Nima? Meni qo'yib o'tamizlar? Tez bo'la. Şapkanı ala. İskender, 3 yillik jazo muddatini to'shib, qo'yib berganligimizni e'lon qilaman. Chiqsang bo'ladi. Ah, Xudo. Oxir erkinlikka erishdim-da. Bana. Qanaqa ahvolingiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rasmiyatni bejirib oldim. Ep chiqib ketsangiz bo'ladi. Ma'qul. Qo'shamisan? Xo'sh. Babam ajab kelmabdi. Uni qo'yib berilganimdan xabar topmagan o'xshamamdi. Xo'sh, jamiyatga chiqqandan keyin nima qilmoqchisan? Bu yerdan endi chiqib ketyapman. Keyinchi bir gap bo'lar. Buni ulfatdoshlaring bilanmi uchirsan peki? Albatta. Konu hunarni qilmoqchimisan, ha? Odamni mazoq qilmasang qandoq? Sen menga qaysi yo'lda menishni o'rgatmasangmi? O'zim qaysi yo'lda menishni obdan bilaman. Barakallah. Mushi gaping uchun bir taldan chiqshay. Sen bu gapingni jinoyatingga tavba qilish niyatida aytgan bo'lsang, aqlingga barakallah. Men seni do'stlarcha quchoqlayman. Agar boshqa niyatda aytgan bo'lsang, u chaqda men seni Sen yana atayman gunoh atmoqchimi? bilib qo'y. Men sen uchun qayg'uryapman. Shafqatingga rahmat. Men Iskandar ikkinchi qatim qo'limga ko'zi silingan holatda oldin kelishni o'limdan ortiq ko'raman. Xotirjam bo'lgin. Bu gapingni eng yaxshisi amaliyotda isbotla. Isbotlayman.
Lekin sening men quchoq ochib kelishingni hargiz xohlamayman. Nimishqa? Nemishqa? Qo'llarim qarib sunduratga tas qoldi. Bu ne menden emas, özanın pişanısınki. Şundak qılmısan, sen bucaqçı qatil olub ketətdin. Esandımı? Pichiqin Yusuf Navoiyning ko'hligiga sanjilg'ili ikkilikda qolgan edi. Yo'q, pichoqni tiqmaydim. Faqat uning changaldan qutulish uchunla to'ppoz qilib qo'ydim. Shundaqmi? Sen jinoyatning to'g'riliq 3 yildan beri mushundaq yuzaki o'ylagan bo'lsang, ammo tigi yo'qonga tushmay qolmaysan. Men sen bilan do'st. Lekin sana qilchi yuz xotir qilmayman. Mashinaga chiqar. Uyingga olib qo'y. Shafqatingga rahmat. O'zim ketalayman. Maylimsa. Ikkimizning muallim bizga halol mehnat inson baxtining asosiy deydigan. Bu gapni unutib qolmagansan og'ayni. Men bugun Gulbog' aholilar komitetiga telefon berib qo'ydim. Ular seni ishga tunishtirib qo'ymoqchi bo'ldi. Xohlasang bizning uygami bag'in. Seni obdan mehmon qilaman. Barmoqlaring qaytib qolmagan-da. Gitarni achab payz chalatdim jim. Qo'shim. Xo'sh. Yo'q bo'lsin. Canım apa. Apa. Canım balam, canım balam. Kara gözüm balam. Apa. Canım balam. Bo'ldi yig'lab men bu yerda yaxshi turyapman. Men xotirjam bo'ling. Bo'ldi apa yig'laman. Canım balam. Uzun yalan. Ağzını aç balam. Ağzını aç. Kara göz balam. Apa. Apa. Aman balam. Yig'laman apa. Siraylık balam. Bo'ldi yig'lamang. Men xotirjam bo'ling apa. Men bu yerda yaxshi turyapman. Men xotirjam bo'ling. Apa. 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 Vallahi balam. Canım balam. Xotirjam ketaverang apa. Canım balam. Apa. Balam. Canım balam. Bo'ldi. Apa. Apa. Canım balam. Apa. Yaxshimisiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshimisiz? Siz taraflar o'tmaydigan bo'lib ketdinglar-ku. Ha? Jammasmi? Hozir tek kelgandim. Ay, yilqi Ranonikiga bordinglarmi? Yo'q, boramidiq. Yo'q, men telefon beribman, bilgan sizlarni chaqirib oladi. Bor ekan. Ha, şimdi menda. Voy, qaranglar. Bu İskender'u suv ichgan mushukdek bo'lib qoldi. Bir chaqlarda jahonga tatmaymi qolgan. Mana endi chimchib qolibdi-ku. Qaranglar, menga shuni. Uchburchak. Tovdanglar ey, tova. Voy. Otam öydüm yok-ku. Ne ketkendi? Voy, İskender Husayn. Voy bala, ne turib qolsan-ku? Mana uy kirgin. Assalomu alaykum. Qanday ahvollari? Tinch turiblar. Mana balam. Bo'ldi. Bola. Mishat birdan. Bola sopgan ala. Bola. Apamni saqlay degandim. Mana bala. Bola.
Kela, ya da otur. Otur. Amin. Allahu Ekber. Teştiripla. Teşlik bala. Otur. Rahmet. Ben çaya çıkay bala. Çay. Rahmet. Al. Apam buraya kettirmedi. Vay balam, sen pek okumadın mı? Nimini? İşte seni yoklap yerim. Kaytışı hava bek soğuk olgan dikin öpüsü çok pek güzel yaptı. Şu yatkançı tüzlenmey. Tügep gitti. Rahmetlik bütün dert elemni birleyip gitti. Nime? Apam tügep gitti mi? Rahmetlik Emrah'an soğukta tümür tesek sığıp sürdü. Yazdı kişilerinin etiz işlerini kılıp, Apa. onun taptan pullarına sana yakşı tamaklarını hep verip, tartmahan çaparlarını kavurdu. Rahmetlik seni de ben çapa tarttı bana. Toxta balam. Bu amanetini al. Apa. 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 Canım apa. Apa. Şengim gelmeydi. Sen beni rastalla taşlap gittin mi apa? Şengim gelmeydi. Beni taşlap gittin mi? Sen yemegen yigizip, giymegenni giygizip, etivalap çoğunkumagan mıydın apa? Xuddi yağımın içindeki börektek bekip çoğunkıldın. Endi sen kelsen, g'eriblikning ustiga yetimlik qo'shilding apa. 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 Canım apa. Seni pek sevdim. G'eriblikning ustiga yetimlik qo'shilding apa. Apa. Endi men qanday hayot kechiraman?
Appa! Appa! Ben yalnız kaldım appa. Her bir kıtım öykeye gidimde bana esil tamaklarını itip verettin appa. Bu neslenin nerede geldiğini, kayıs bulgu setime kaldırını, bırakıtımı sorap bakmaktım ben appa. Appa! Appa! Yetimlik bilindi appa! Appa! Gariban edi, yalnızlık kaldım appa! Appa! Canım appa! Kepsiz idim remge çekmezdi. Ana sendin yirak gitmezdi. Kepsiz idim remge çekmezdi. Ana sendin yirak gitmezdi. Elliğimi anlap kanmaydı. Aşkınla kettim gelmezge. Remsizliktin sensiz can anam. Mana endi çıktım piraka. Rahitini görer çıkındayım. Köz aldırdın uçtu bir rahitini görer çıkındayım. Köz aldırdın uçtu bir rahitini görer cihinde. Göz aldın uçtum yirağa. Göz aldın uçtum Oğlum, hep uykusuzun uyuğa. Diyanetlik bol, erginep keltür, erning razılığı, erning ronak tepşiriki en güçler. Oğlum, öz yolunu ta, ben sana dua kılay. Oğlum. Teşekkür adaş. Neçe matırdın? Yaxşı turdunmu? Vallahi bilen şığılıp olturup kalgan. Şunu seni çakırgıl gelişim. Bo'ldi adaş, men bormayman. Manga. Rahmat bo'ldi. Öyde olturuversem içim pişip kaladı. Uyda o'tirib uyg'onib qolibdiman. Uyaga borsam ko'ngling ichilib qoldi. Yura. Maqul, men darvozani taqib o'tay. Ha, taqib o'tay. Chopsam bo'la. Ha. Yura. Mangay. Assalomu alaykum. Oy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Salomat turdum. Voy, bu senmi İskender balam? Shundoq. Qachon chiqding? 2-3 kun bo'lib qoldi. Bir yer manganmi? Do'stlar chaqiribdi ekan. Ha, mundaqda. Shu yerga berib kelay deb chaqirib ketdi. Vallahi yig'ilib qolgan.
Şöyle verip geleyim dep men. Bizning uyda tamoq pishib qoldi. Tamoq yeb mangmamsa. Xo'sh, rahmat. Mangayli biz. Bo'ldi Xo'sh. demisa. Biz deb kelaylik. Shunda qilinglar. Rahmat, rahmat. Qani, qani. Qanday qilinglar? Voy. Kiradish. Yuqori ket. Kela, kela. Yaxshi, tez chiqma. Mana. O'tir. Akila araqni. Ola adaş. Senin 3 yıllık terbiyeni qalbidek tamamlaganliging uchun birini ko'tarib etayli. O'sha. O'sha. Ola. Ko'taraylik og'inglar. Ya adaş. Onchilik urib ketma. O'lganning kaynidan o'lgilolmaydi. Cha. Shu emasmi? Ichib etaylik. Ishmayman. Ishmamsa? Bo'pti. Biz ichaveraylik, ha? Qo'sha. Qani, 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 ko'taraylik, ha? İskender ağayna, bizga biror naqsh aytib bermabsan, ha? Shunday qilgan naqsh aytib beraman. Naqsh aytib beraman. İskender, bura naqshini hali obdan aytatdim. Aytib bergina. Ayta ağina. Ayta. Naqsh aytdi deb Shunda anladim. qila adash, gittar bilan. Ola. Obdan naqshni birini aytib bera. Ola. Bira naqshni No'chi naqshni aytdi adash. Esimde hazır mı aşkının notlar Gözüge yaşlılık uzatkan an Telmürüp keynimdin kirpigidine Digendi hayri hoş gözleri bana Telmürüp keynimdin kirpigidine Digendi hayri hoş gözlerim bana Canana hoş digeş mangan timastan Kademden açarım Keynimge Hoş digeş mangan Qandaq degan gap bu? Ya chimotam aytgansizlar, ya naqshangni aytgansizlar. Tansımız eksik tamam. Tans oynayalım. Tans oynayalım. Adamni ezib, Voy, ishmayman deyapti. suv ichgandakli ko'tagil turdi hamdi. Bu qanday gap? Qani, bizni ichayli, ha? Qo'sha. Qo'sha. To'yimizdan ishib o'tiraylik. Qilaylik. Mana, mana. Ishaylik. Qo'sha. Ola. Qani. Yaxshi oldu. Elanlar. Aqsh o'tiray. Yallah. Qani. Ko'nglim qo'yapti, ha? Elanlar. Ala adash. Xo'sha. Chiq ketdi. Voy, chatoq chiqaramdi nima bu? Ajab chiqib ketdi bu. Ay. Endi bo'ldi qisib. Shundayman. Bo'ldi qila. Amsa bugungi sorun mushagichi bo'lsin. Boshqa bir kuni yana o'ltiramiz, ha? Ma'qul amsa. Xo'sh. Xo'sh.
Qaysan işleyettin. Açayı. Açtı mı? Açı. Baldırak kelsen bulmaz mıydı? İşine dombak çağandek vursun ha? Yani harak içip gelgin anı kara. Ben içmedim deme. Ey balam. Muşunda kısan apanın ruhu korunmaz mı ha? Yok tatta kolunu. Bana kirip kula balam ha. Kırı. Kire demek ya ben. Müdür bolsan bağı məhəlligi müdürsən. Bana kıra. Bana müdür emas tatta ba. Bana. Bana ba. Ne demek? ba? İskender. İskender. Kimanı sebiyat balam, kiman ne? Bu balanın kıpıyor gel, işini karımam bırak. Bu balımıza. Adil müdür. İskender'nin yakından beri keyfiyatı tasa yaxşı emas. Onunla şuncha gap qilsak hech anglamayapti. Xuddi uning turmay kirib kirishiga men sababchidek u mendan og'rinib yuribdi. Uning ustiga men uning savodisi bo'lgandikin uning o'zgarishiga yordam qilmasam bo'lmaydi. Adilka, bu ish tasimi tasga to'xtadi jim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu balının şey hakikaten ters düştü. Terikmey köperek yapıp koyasız. Onunla biz yardım kılmasak kim yardım Bo'lsa boladı? onunla istitib bersak bo'ladi. İpede bir istip versek yaxşı boladı. Qani, çay içsizlar. Rahmet. İskender balam, künde harak içsen, oynaysan. Kaçan mı aklını kilesen. Men nasihat kısam hap olasan. Meni tehe tıllaysan. Men sana yardım kılay. Tursun soğacağını bilirsen go, ha? O bana senin işini ne çıkıttım dedi. Sen işleşini halaydıqalı bolsan, men sana bir iş tep berey. Ben nemish qila olayman? Qo'limda ish kelmasa, ya hunarimmi bo'lmasa? Bu işin işçi. Gerek yok. Hüner bulmasa güç bu, emas mı? Hazırca kuruluşta işlemci bolasan. İşçi. Keyince tamcı bolup qalasan. Şu çağda pulni jiqtab qolib bo'ladi emasmi? Qandaq? Qilib baqamsa? Ma'qul. Ishlab ko'ray.
Hey, o'ynaganda qilmay, ishtiganni ravrus qilmoqchaman-da. Voy qilyapman-ku. Gap talashmay bo'la. Eylik yerda ishlamabsan qo'ychi. Ish besh bilan urushib qolgansan. Shunday ekanman. Yana qo'ngil senda. Hey, ishini qilmay nima o'tirsan? Endi bu yerda ishlamayman. Hisobni uzaytaylik. Hey, aran 2 kun ishlabma. Nimanda lampas menimisan, ha? 2 kun ishlaganingga nima keladi? Tuzgirak aqling aka. Sana bu gapni oz dexe. 2 kunning ağı nima ish qilding degina? Kulki chaqchaq bilan kun o'tkazding. Adil mudir bilan Tursun Sojanning yuzi qilmasam, shu vaqtda qo'g'laydatdim seni. Ya berib ishini qil. Bo'lmasa yo'qlar bu yerni. Yo'qlar, nega yo'q qildi shaqimdanmi? Hey, 2 kunning oldida sana epagan 40 yillik rezinga o'tikdan pulini to'lab o'tib, ondan nega borsang bor? Nimani to'laydi, nimani? Nimani to'laydi? Yatara qulangni To'lamamsan. Bana. soatmaysiz-da. Ha, rezinga Tatara o'tikdan qulangni. pulini o'tib, ondan nega borsang bor? Osman. Qanaqa Qanaqa? Yaxshimi? Qachon chiqdi? Xeyli kunlar bo'lib qoldi. Bugun omtin kelgan o'xshamamdi. Ey, to'xta. Belli seriq. Bugun omtin kelgan o'xshamamda. Bir magazinni qilmagan o'xshamamsan? Bu bir shirkat meni setishga ko'tirib bergan mallar. Sening qaring bo'ldi. Voy, bo'ldi qilava seriq. To'g'ri meni aldayman dema. Nima deyapti? Meni bu ishing sherik qilamsan yo'q, ha? Ey, qo'rqmag'in ava seriq. Qara. Burunma ishkimizni chiqib qolmagan bu. Shu vaqtda ziyon tatmidan. Men ham ziyon tatmaysanmi? Qanday? Menga chaqchaq qilyapmaydi qansa. Ajab qo'qachaqni ekanman. Ambago jimigan mantning pulini to'lab 3 yil turma deyaptim. Shu ziyonni endi to'liq olamsan bo'lmaydi. Qo'shamsan. Ey, to'xtag'na. Ey, senza texich tuzilay demabsan-da. Meni hali ham shu jinoyat yo'lda deb o'ylamsa, men plastikdan qo'l uzib, hayot yo'limni topganman. Qizg'ini lekin ham bu. Hayot yo'li tepdim işte. Tufik. Voy yo'lbars nava qalanda. Boshida havayat, shamol kekirib, voy harvani surab yuriyver. To'p.
Yeni konuşup kaldık dostum. Seni kasaptan düşün. Bunu gibi çıktın bunu. Kimsen? Ölgür kere. Beni bulduramsa cınınğı mı? Her iş kilisiga. Kolunu tat. Bacağım. Oy. Bırak dur. Yavaş bak. Bana. Çıkarma şimdi kal. Ey sakçı. Oy. Tursun. Sen kimsin kardeş? Canım kardeş. Bak kolumda boş tutken bolsam pek ağır gidiyordu da. Bunda kımma. Toluk, şımay, aksın mı? Kardeş, biz kiçigimizden birle oynakçın boğan. Hatta bir parti doldurup boğan. Şılamın hatırızlık bunu koyulan ki kardeş. Ötünü kolay. Makul değil kardeş. Sen kaygan bakmamışıma sen kol koydun. Bir ahire kamaydı iken sen de çangılağından kurtulup çokum hücumunu alımen. Kirpikdeki bir damcı yaşqa Okşar aman insan kısmeti Kirpikdeki bir damcı yaşqa Okşar aman insan kısmeti Bu dünyada kandan yaşaştı Ayandılar hayat Bu dünyada kandan yaşaştı Ayandılar hayat Pakalanlık sana yar bulsun
Kirpikdeki bir damcı yaşka okşar aman insan kısmeti. Bu dünyada kandak yaşaştı, ayan bular hayat kıymeti. Bu dünyada kandak yaşaştı, ayan bular hayat kıymeti. Pakalanlık sana yar bulsun, şimdi ömrüm öter şadıman. Pakalanlık sana yar bulsun, şimdi ömrüm öter şadıman. Gel verirsen olsun hevesle, dam hasrette kalırsan. Gel verirsen olsun hevesle, dam hasrette kalırsan. Men türümdeki so'litib qo'ygan onu unutib bilib, pul sanab ketdingmi? Sen unutgan bilan men unutammayman. Men seni entimni olaman. Mana hozir. Hozirni o'zidala bildingmi?
qolgandiman. Vaqtida bu yerda o'tirdim. Balam, hoşuna geldin mi? Beni acayip ansırattın balam. Dur ya balam. O sütünü içi ol. Hazır xil yaxşı oqqanda. Oy, doktor. Doktor, qandaqroq? Çoğun çatak yok. Baş terisi zahmlanıptı. Doktorxanadan çıksanglar boladı. Rahmat, rahmat. Rahmat. Resmiyetni... Ha, qog'ozni menga basla. Men bejitib ma'qul mana. Rahmat doktor. Balam, bek yaxshi oldu. Doktorxonadan chiqsak bo'ladi ekan. Hey, balam, sen birdan yetib tur. O resmiyetni bejagicha men dikkil bir talaga chiqib kiray, ya balam. Doktor, ben qanday qilib doktorxonaga kirib qoldim? Texi bilmadingizmi? Akşam dadang sizni hushsiz holatda aketdi ekan. U kecha mush yerda kirib qaqmay sizga qarab turdi. Qadirlik ata. Har qatim kelganimda burunqi ishlarimga tövbe qilib sendan apol so'radim. Lekin bu qatimqisi o'xshamaydi. Qadirlik ata. Burun sana yetkazolmagan balalik qarzimni ado qilish uchun yama yo'lga kirib qolgan bir balani o'zimga bola qilib, uningga otaliq mehr-muhabbatimni berib, uning qalbini eritib, shagird qilib tarbiyalab, sening ham mening ishlarimga varislik qildirmoqchi. Qadirlik ata, ruhim amin topmay. Amin. Allahu Ekber. Oy, balam. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Buni ye. Ale, yegin balam. Ale. Balam, bu üstü işin nimanda qolib ketgan seni? Men yaqindala bu yerga kelgan ota-onasi yo'q bir musofirman. Nima? Musofir? Shundoq. Neliksen? G'ulchilik. G'ulchidan? G'ulchidan da. Balam, ish pishma qilamsan ya?
o kavalda kaç gap kılaman dakika. Konularda kuldek işlep begdek ya digen gap ba. Bu mesela man şagit kiker. Kusuğun kiyman bana menden boladı. Tapkan paydını ikimiz tam bilişimiz. Kadak. Ha? Bana senin hünürün emas. Hali sandığın gerek. Boptu, şagirt bolsam bolay. Makul. Belli. Bana emdi aklını taptığın balam. Doktor kirdi. Kızım. Ming koy to'lab tikanlar. Mana bu oshqan pullar rasmiy. Rahmet. Beshingiz tengaqni endi ilaversam bo'ladi. Bo'ladi, obdan. Rahmet. Yaxshi ketdi. Saqayibdi. Endi chiqib ketaylik bolam, ha? Gel, asta. Oyog'ini kiy. Bolam, üstüme nima bo'lib ketgan sening? Hay. Xuddi yig'ilishdan chiqqan odamda ko'p ketibdi. Ma'pulga usti-bosh elib, mo'nchiga tushib, soqol burtlarini oldirib kel. Ala. Aka bo'la. Mashaqqat. Hey ahmaq Navoiy. O'z vaqtida yo'lbosdek kushayvan bilan yengani gapdim. Mana bugun ichki yig'iz gap bilan seni yaqdim. Qarab tur. Hey, sen Navoiy mi? Yo'q, men shogird. Tepsizlerde. Üstan terk salat. Sen bir namaz. Tova kıldın, tova. Mana dahrilik. Sakal akırıp bir put görgü sangılaganda. Hey, nimi nakşı bu? Ustan ta hazırgıça mescidin ışıgının kayakka karaydıganlığını bilmeydi o. Mana hazır özüm mescidin kaytışım her kademde savaplık, diyanet izdeymen. Şuna taat ibadetinin ulug berkatıdın bütün bir aile çınardek köklep kitavatimiz. 6 balam, 18 nevramba. Kudanın gazeviga ketken bu ustanço. Nimi taluqi ba? Ne tüzükrek öy bir saati, ne hutuni, polisi, ya müşübü yok. Dadesidim miras kalgan muşu, abjak dokunıdı başka, nimesi var deyse, hiç demesi yok. Hey, sen onunla şagirt olup yaman kıtsa, apağının köksünü kattık çiçeken nimikense. Üzango hele, oluduğun nimikense, hey, bana şagirt olamçı ya. Hey, bana Men degan bir namoz tursam, hey, rızkısı yok, namazını aslasın ügelmemse. Hey, samsipezlikni boş çağlama, mankara. Oltun da günah o. Bana şagirt olsan, göşak içini yayraysan, bu diyenini gazanda kaçlaysa. Sen pankraydıgan kümeyken bu. Akşamlıkta kızının dükkanına muş kömürdün bir daha çıkıp ememse, toygucu samsı yememse. samsi yemayman. Naq pulga sotaman. Bir tog'ri 25 koy. Sen mi can bekişini biledi ekansan ha? Ali inekning balası çalıp koyuruq degan şu. Qaltiq sepering. Bugungi mani o'xshabdi-a?
Maqul ela. amsa, pulni berib bo'ldimmi? Sizga qanchani beray? Mangmi 5ni. Ha. Madastxonda o'rab bersin. Ha, mana. Şimdi usta davamlı kelimiz için. Bana pul. Mağın 5ni. Ha. Ha, çaqanarak bolsa bizning uyda ishimiz vatdi. Ha. 5'ten ishlik o'rab bersinlar. Mana. Qo'yinglar. Mağın 5ni. Ma'qul, ma'qul. Maqulskan. Qaltig'ini septiring. Mana hozir sepiraman. Ha, mağın 5ni. Mağın 2ni. Chaqan bo'l. Oynashni. Mağın 5ni. Bana 5'ini bering ha. Qaltig'ini septiramsiz. Bak. Bana yana 2'ni. Albatta. Ha. Man qaltig'ini septiramsiz. Mana ela. Chaqanaroq bo'lsangiz uyda yeyman. Ha, rahmat. Mana. Mana bu. Ma'qul. Bana 4'ni bering. Bana ishni. Bana birini. Sumkamni unutib qaptiman. Sumkamda pullar bor. Obdunroq qarab beqing. Allah, buning uchun 300 ga pul bor. Bu yer turgan so'mka kim Bu chiqildi? so'mka sizning yiningizga qolgan tursa sumkam. Siz olmasangiz kim oladi bu pulni? Unda qilmay pulimni qaytarib bersangiz Men buni bo'pti. avval ham ishlab turib, Siz sizning pulunuzni olmasangiz kim olamanmi? oladi? Ha? Og'zingiz qarab so'zlang. Pulni qaytarib bering. Bu pulga men narsa kerak Men sitvamoqchiman. olmasam nimani qaytib? Nima ish bo'ldi? Bu sumkada 300 ga pul bor deb ustam yo'qtirdi. Ha, do'kon. Yuram. 300 qo'yamidi? Ha. Ma'qul, rahmat ustam. Ha, qaytdingizmi? Aka qo'yning go'shti yaqqan samsa! Kelinglar! Kelinglar! Samsa yanglar! Kelinglar! Kelinglar xaloyiq! Samsa yanglar, samsa! Kelinglar! Ben sana ne çıkacağım dedim, ha? Ne çıkacağım dedim. Sen kaçan bir kallanlı işletmeyse, ha? Dörtlü mü kesse? Dört tane vakti. Hemmesi koyun kuş aldın mı? Hiç olmadan yerime sürekli kıvagan kalı kuş almadın. Qirg'agan go'shtni istasa chinib qolmamdi. Ahmak bala, kırındı göğsünü çoğu. Soğuk çılap koysak, kıyını keçip, pişkandı için koy göğsünü ayrı bakılmaydı. Biroq ta'mi kelib qoldi ustam. Onun kovağı, karamoç, piyaz, koyunun çavayığını arlaştırıp, kıymet kılıdıgan bolsan şundak temlik oladı. Hazır koy kuşu kalan pul tursa, samsının bir tanesini 5 modun satkılı tursak, bizge nime faydası kaladı? Pul topamiz deb musulmon darajasini unutib qolmizman de.
Hamakat. Musulmonlarchilikmi? Pul bilan bo'ladi deymi?